Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 22-iyun. Haftaning yakshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Ko'rib turganlaringdek ranglari sariq, atlasli holatda chiqyapti. Razmerlari esa standart 6, 12, 25. Hozir bu 10 mingtalik mashinamizga tayyor holatda bo'lyapti. Ishlarimizni narxlarini o'ta bomba narxda qilib qo'yganmiz. Eng arzonni, eng zo'rini axtarib turganlar uchun shu xudo xolasa shu ishlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ko'rib turganlaringdek sifatlarni oyda a'lo darajada. Narxlari esa bomba narx, xudo xolasa 8 so'm narx qo'yganmiz. Zavodimizda vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Xudo xolsa ishlarimizni bo'linib ketmasligiga sanoga 100% garantiyasi bor. Sho'riga xudo xolasa birorta klientdan murojaat bo'lgani yo'q. Oz-moz bo'lishi mumkin deb aytilmoqda. Ko'rib turganlaringdek zavodimiz xudo xolasa o'ta katta kichkina mashinalar ham bor. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun ham pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxlarda yetkazib beramiz xudo xolasa. Zavod egalarini axtarayotganlar uchun zavod egalaridan bermamni yangi ixtirolar qilganmiz xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek o'zi chiqarib mana shunday bo'lib turib mana shu karalar to'kib kelyapti. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.